Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz. Mana navbatdagi skromniy, chiroyli reflonka deb nomlangan darvozamizni o'z o'rniga qo'ydik. Bu darvozamizning manzillari, bunga ishlatilgan materiallarni qisqacha obzor qilib o'tamiz. Xudo xolasa, mana bu yo'llarga sizlardan uzr so'raymiz. Yangi imorat qilishgan ekan, qurilish qilishgan ekan, e'tibor bermaysizlar bu yo'llarga. Darvozamizning materiallariga kelib to'xtalsak, darvoza bir qavatli variantda bo'lgan. Bir qavatli variantda. Razmeriga kelsak, razmeri 3.72 eniga 3.68 bo'yiga bo'lgan. Alohida kalitga qilib berganmiz. Alohida kalitkamiz razmeri 72 sm razmeri kalitga qilingan. Bu lisi 1.3, o'sha qalin reflonka deb nomlanadi. Buni lisini 1.8 emas yo 1.5 emas. Reflonka deb nomlangan listdan qilingan. 1.3 qalin stenada qilingan. Profillarga kelsak, 6x4 profil ishlatilgan. Profil stenasi ham qalin, 1.5 stenada fonni ishlatilgan. Yondollari, o'rtadagi ustunimiz 10.5 ustundan foydalanilgan. Buni stenasi ham qalin, 1.5 stenada qilingan. 1.5 ga 1.5 fonni krugovoy zazorda yopish hisobiga aylantirib chiqilgan. Kichkina kalitkamizga ham katta qanotlangan fonni aylantirib chiqilgan. 2-3 profildan fonni X qilib turib to'qib chiqilgan. O'ziga yarashgan mana do'ppilari bor, mana orasiga to'qib chiqilgan. Nerjevenka osonida ana shunday qilib bering Nodirbek deb zakaz qilganlar uchun nerjevenkani ham gikka holatda bukib turib 1.5 ga 1.5 profildan qisib aylantirib ramka qilib chiqilgan. Tepa tomonda ham, ikkala yonida ham kalitkada ham nerjevenka bor. Tepa tomoni o'sha alohida tahya qilib berdik. Tahyasi lazerda o'sha o'ydirib turib 5 yulduzli lazer qilib turib, skvaj bo'lish uchun issiq kunida, masalan, yozgi kunlarida havo aylantirish uchun qo'yib berilgan. Karniz ishlatilgan bunga. Karniz shu arg'amchi yaxshi karnizdan foydalanilgan. Bunda aylantirib chiqilgan karnizni. Pesh bo'loni mana profili 4.2 profil ishlatilgan. Buni stenasi ham qalin. Ranglariga kelsak, ranglari mokr asfalt bo'lgan. Budjetlari qoraga ajratilgan. Do'ppilari qoraga ajratilgan. Qolgan joyi bir xilda однотомный mokr asfalt kraska sepilgan. Karnizda ham qoraga ajratilgan mana. O'zlaring e'tibor berishlaring mumkin. Karnizda ham qoraga ajratilgan. Xudo xolasa zamovlarga kelsak, zamovlar mana skromniy o'sha stimul xizmat qiladigan zamot ham qo'yib berilgan mana. Ochilib yopilishlari nihoyatda yengil mana. Mana. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Baho berib, Xudo xolasa xizmatlarni kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Oyog'in tagi 10 ga 5 shveler qo'yib berilgan. Bezuloq Begavatnikidan umuman haliga ezilib, chirish nimasini oldini olish uchun shveler qo'yib berilgan. Orqa tomonni ham mana ko'rsatib o'tamiz. Keling aka. Orqa tomonlari ham mana nihoyatda tekis chiroyli bo'lgan. Ko'ring. Mana darvozaxonamiz birozgina uzunligi uchun sal qorong'iroq qilib qoldi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Sentr zamok, hamma qo'yib kelayotgan sentr zamok. Xizmati zo'r. Rahmat. Mana darvoza Xudo xolasa qo'ygan joyimizga o'rnaydi. O'zingga o'rnab, nihoyatda tekis qilib o'rnatib berdik. Mana. Chiqaring. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilarimiz, O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Qoraqalpog'istondan Andijongacha besplatni dastlabkamiz bor. Qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'izistonga ham Xudo xolasa dastlabkamiz bor. Kelishilgan holatda, masalan, ertaga Xudo xolasa Tojikistonga dastlabki qilib yubordik. Uni ham olib borib ustanovka qilib o'rnatib beramiz. Xizmatlarimiz yoqsa, O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor, olib borib o'rnatib, chiroylab ustanovka qilib beramiz. Endi shu qutli xonadonimizning egalari hozir, misol Bekzodjon akam o'zlari safardalar. Safardan turib zakaz berganlar. Bayda hozir hojona bor ekanlar, Mavluda hojona, keling, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizni ham bezovta qildik. Mazangiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Qulluq bo'lsin. Qulluq. Buyurib nasib qilsin. Iloyim. Bugun tavallud topgan kuningiz ekan. Necha kirdingiz buni? 56 ga kirib 56 ga. 56, 66, 76, 86, 90, 106 ga kirganingizda mana shu darvoza katta ochib tursin. Rahmat. Hojlarga boring, to'ylarda qiling, Xudo xolasa katta ochib turib xizmatlarni qilsin. Buyurib nasib qilsin darvozalar. Rahmat. Endi shu tomoshabinlarimizga bir o'zingizni fikringizni bildirib yorsangiz, qanaqa holatda keldi-yu, xursand bo'ldingiz masalan darvozalar? Rahmat. O'g'illarimiz juda ham chiroyli mehnat qilishibdi. Ko'ynimizdagi bo'ldi. Sizlar ham
buyuringlar. Sizlarga ham yasab berishadi. Chiroyli, juda ham chiroyli. Hamma havas qildi. Ishonch bor ekanmi bir o'zi tomoshabinlarimizga Ishonchlik, juda ham ishonchlik. Chunki ko'nglimizdagi bo'ldi, aytganimiz bo'ldi. mana manzilimiz turgan joyimiz Farg'ona viloyatida Toshloq tumani. Yakatut qishlog'i. Ha, Yakatut qishlog'iga olib kelib qo'ydik. Sentrdan hech qancha emas ekan. Markaz 3 kilometr, 4 kilometr orasi xolos ekanda bu yerda. Hali Shunaqa. sentrga qaraganda. Endi misol tomoshabinlarimizning kimdirlardir puli bor-da, doroza qilishga o'ylanishadi. Misol bizniki Namanganda Jidagap 3 tumani bo'lsa, ular Qoraqalpog'iston yo'q, Xorazm yo'q bo'lsa, Andijondan bo'lsa, qanaqa qilib zakaz qilishadi, Vohadanmi, Toshkentdanmi deb o'ylanishadi-da. O'shanga o'ylanmasdan, ikkilanmasdan zakaz bersa, Xudo xolasa. O'ylanmasdan zakaz beraveringlar. Bepulga olib borib, mana dastavka qilib o'rnatib berib ketishdi. Rahmat. Xudo xolasa ko'nglingiz to'ldi. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Ona bitta endi duo qiling. Biz yo'lga chiqamiz endi, ha. Ilohim Bismillah. omadlaringni bersin. Amin. Xudoyim tan joylaring sog' bo'lsin. Topganlaring yaxshilik kunlarga, to'ylarga buyursin. Amin. Oblo-akbar. Doim yaxshiliklarga och yopinglar. Ilohim. Obunachilarimiz mana Mavluddin hojonani duolarini oldik. O'g'illari ko'rib oldilar darvozani, rasmlarini tashladik fonni. Xudo xolasa bemalol har qanday fason, Hayit fasonmi, Samarqand fasonmi, qo'l mehnati darvoza, mana shunaqa darvozalar bo'lsa ham murojaat qilinglar, Xudo xolasa olib borib ko'ngilinglarni olishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana mo'jiza. Yutib oldimmi baqa?